Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun xudo xolasa men Taxta bozoriga yetib kelganman. Sizlarga birma-bir straper, reka narxlarini birma-bir tanishtirib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa qurilish qilayotgan akalarimizga ham foydali ma'lumotlar bo'lib o'tadi. Xudo xolasa necha metr dastavkalari qanaqa, xudo xolasa narxlar arzonmi, qimmatmi atrofga qaraganda xudo xolasa birma-bir sizlarga tanishtirib o'tamiz. Videoni boshidan bitta like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa chiroyli qilib ma'lumotlarni berib o'tamiz. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi aka? Yaxshimisiz? Ishlaysiz bo'lyaptimi? Hollangiz yaxshi. Rahmat aka. Boshdan boshlab kelaveramizmi aka? Bo'laveradi. 4 metr. Boshdagi qanaqalar aka? Bular 4 metrli strapillarimiz 4 ga 14 razmeriga javob beriladi, qalini 4. Endi 14li. Pullari shu bozor 95 ming sotyapmiz. Shu dastavkasi ichida qilib beraveramiz o'sha narxga. Bular mana 4li 11 strapilga, lagaga bo'laveradi. ishlatsa bo'laveradi. 100% sasna. Garbali, anaqa bir chirigi bo'lmaydi. Mana 11lilari bular 11 ga 4. Bularni 70 ming so'm qilib beryapmiz. 70 ming so'm. Bu 4,5 ga 14lisi. Bu ham o'sha laga strapil ko'targan odam strapilga qo'yapti, laga qo'yapti. Bular 105 ming so'mdanga. O'zi holatiga qarab Holatiga qarab ishlatilyapti. Mana kichikroqlari 9 ga 3,5. Lagaga strapilga yengil joylariga ketaveradi bu ham. Bular 55 ming so'm. 53 ming so'm qilib beryapmiz, hatto ko'proq olganga. Ko'proq olganga, xudo xolasa tushib beriladi. Bular ham o'sha 4 ga 14 strapil o'sha 95 ming so'm sotilayotgan narsa. Mana ular 120 ming so'm 5 ga 14li. Zavod taxtalari bular, razmeriga javob bular hammasini. Katta butag'i yo'q. Zavod. Bag'da rekalar. Bular rekalar 4 ga 2,5. Toza razmerda 2,5 qalini, endi 4 resmisdan o'tgan. Metri 4,5 ming so'mdanga. Metri 4,5 ming so'mdanga. 4 ga 2,5. Bular o'sha strapil 4 ga 14, 4 ga 11. Har xildan bor ekan. Har xildan bor. Rekalar mana bular 4,5 ga 2li reka. Ichida nami bori bor, buni qurug'i bor. Bu nami borlari 4,2 so'm beryapmiz, kelishtirib beryapmiz. Quruqlarini Qurug'i 4 ming so'mdanga mana shularni. Oppoq begarbil, chiroyli rekalar. Ichlariga javob ulag'i bo'lmaydi. Ulag'i yo'q, resmisdan o'tgan. 4 ming so'm. Mana ular bor 4 ga 2, 3600 so'mdanga. Kelishtirib beriladi. Bilan buni nima farqi bor hozir? Farqida mana jicha enlilar, mana 4 dan osha, 4,2, 4,3 chiqadi endi. Mana ular 4li bular. Jicha ensizroq ekan. Ichi ensizroq, ha. Ammo material ichi bexijolat. Bir xilda, xudo xolasa. Garbili yo'q, ulag'i yo'q. Mana ichi enlilarlar, bular 5 ga 2, plyusovoylar. Bular 5 ming so'm sotyapmiz. Eng kattasi shu menimcha. Yo'q, bundan kattaroqlar mana ular bor, mana bundan kattaroq, mana bunaqa regalar bor. 5 ga 2,5 bular. 6 ming so'mdanga metri, resmisdan o'tgan bular hammasi. Randalangan bir xilda, razmeri bir xilda bo'ladi-da. Keyin mana bunaqa 5 ga 5 dan oshiq enlilar regalarimiz bor, bular 5 ming so'mdanga. 5 ming so'm. Bu tomonda listovoy lagalarimiz bor. 9 ga 3,5. Yana anaqa 4,80, 5 va 10li listovoylarimiz ham bor, 5,5 metr. Bu listovoylarimiz 53 ming so'mdanga qilib beryapmiz. 53 ming so'mdan. Mana ular 30 ming so'mdanga 9 ga 2li listovoyimiz bular ham. Endi to'sinbob bunaqa to'singa qo'ysa bo'laveradi, 5 ga 17. Bemalol tusharar. 150 ming so'mdanga bunday beryapmiz. Bu ham zavod taxtasi. Zo'r, xudo xolasa. Yana qanaqa narsalar bor bu tarafda? Ichkarida poltaxtalar bor endi. Poltaxtamiz hozir 2,5 ming shipr ekalar bor. Shipr egalarimiz bor. 4li to'liq 4,5 ga 4, 4,5 ga 3,5. Xullas qanaqasi kerak bo'lsa hammasidan bor. Razmerlar bor, taxtalarimiz bor, masalan, razmerni so'rashsa, o'sha razmerda chiqarib beraveramiz. Mana polimizdan hozir oz qoldi. Xudo xolasa 1-2 kunda kelyapti, yo'lda bor. 2,5 ga 9,5 li sasna 100%. 50 ming so'm deyapmiz, endi kecha kelishtirib beryapmiz. Ammo 50 ming so'm sotyapmiz o'zimiz. Mana u 2ligi zavod taxtasi 36 ming so'mdanga. 36 ming so'm. 22ligimiz bor, mana 22ligimiz 42 ming, 43 ming so'm qilib beryapmiz mashinani. 22 ga 9li. Zo'r, xudo xolasa. Bular mashinani endi 5 ga 12,5 mimiz bor, bunaqa taxtamiz bor. Kattaroq. 100 ming so'mdanga bu. Zo'r, xudo xolasa. 3 metrli, 4 metrli, 3,5, 4,5, 4,80 bunaqa taxtalarimiz ham bor. 540 gacha bor. Qanaqasidan kerak bo'lsa, xullas qolib berilar ekan. Zarur bo'lsa, qilib berilaveradi. Dastavka xizmatlari qanaqa? Dastavka xizmat endi Marg'ilonichi dastavka qilib beramiz olishlarga qarab. Endi ko'p narsa olishsa, Farg'onaga ham dastavka qilib beraveramiz. Ko'proq narsa olishsa, ko'proq narsa olish kerak. Endi kelgandan keyin 10 dona taxta olib dastavka qilsa, bizga ziyon bo'lib qoladi. O'sha bir-biriga to'g'ri kelmay qoladi. 3-4 uyga pol taxta, bir reka pekalar bilan bo'lsa, dastavkasini qilib beramiz. Qilib beriladi, xudo xolasa. Zo'r. Nomerlaringizni ayting aka. Nomerimiz 90li 834 06 96, 90li 232 78 44. Zo'r. Kuni kun telefon qilinaveradi, xudo xolasa yetkazib beraveramiz. Manzilingizni ham aytib Manzil endi bu kombinat taxta bozori. 85-86-naveslar. Bu tomonda naveslarimiz ham bor. Bu asosiysi bu tomonda turamiz. O'shaning uchun nari tomonda naveslar
Ro'parama. Ro'parama, Ha, bozordan kelganda chapga o'ngga Kelishaveradi. biz ko'rinamiz, xudo xolasa. Zo'r, xudo xolasa bemalol tashrif buyuraveradilar. Agar bilmaydiganlar bo'lsa, pastga Telegram kanal qo'yib qo'yaman, lokatsiyada chap qo'yaman. Xudo xolasa bemalol tashrif buyurishlari mumkin. Bu bozor dushanba kuni ishlamaydi. Dushanba dami, dushanba kuni dam iloji yo'q taxta olib chiqarishdi. Qolgan kuni ertalab 8 dan kech paytga o'sha 5-6 gacha yetamiz. Aha, zo'r, xudo Bu xolasa. taxtani o'zimiz olib kelamiz. Hali bir cheres kimlardir qilmaymizda. Birinchi qo'l ekan. Birinchi qo'l, xudo xolasa birinchi qo'l. Birinchi qo'l ekan. Aytilgan razmerda xohlaganini qilib chiqarib beraveramiz. Pol taxta, lagi hammasini, reyka razmerlarni chiqarib beraveramiz. Xudo xolasa akalarimizga aloqa qilib, chiroyli qilib ishlarini bitirib berishadi. Like bosib kanalimizga obuna bo'lib qolsa, Oyatullo o'z kanalidan oldim deyishni unutmaysiz. Sog' bo'lib, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, keyingi videolar qanaqa bo'lsin, kommentariyaga bitta yozib o'tsangiz, men shunga qarab xudo xolasa videolarimizni davom ettiramiz. Sog' bo'lib, salomat bo'linglar.